Hilala Hamrayeva 381-guruh bitiruvchisiman. Buxgalteriyani tanlashim o'zi tasodifiy bo'lib qolgan. Buxgalteriyani olishimda o'qiganman. Shuning uchun keyin buxgalteriyaga qiziqishim ortib, beri Google'dan ko'rib, izlashtirib Finlandiya akademiyasiga keldim. Keyin o'sha yerda atmosferasi, ustozlari hammasi yoqib qolgani uchun shunda keyin o'qishni davom ettirdim. Katta bilimlarga erishdim. 7 oy davomida eng qiyin va foydali bo'lgan dars bu foyda solig'i 3-bosqichda o'tganimiz. Foydali bo'ldi, lekin qiyin bo'ldi. Kursga kelmasdan avval buxgalteriya to'g'risida umuman o'sha doiram dumdor edi. Hech narsani bilmayman desam ham bo'ladi. Bera kelgandan so'ng umuman buxgalteriyaning ichine girib, adnes programmasidan ishlatib ishlash, soliqlar bilan ishlatib ishlash hammasini keng miqyosda o'rgandim. Buxgalteriyani o'rganishda maslahatim odamlar tezroq daromad chiqish, nishatib daromad chiqish, shu narsalar bo'yicha ko'proq bilimlarga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun buxgalteriyani tavsiya etaman. Yo'q, oilamdagilar buxgalteriyani o'rganishimda qarshi bo'lmagan, oilamdagilar meni har bir fikrimni qo'llab-quvvatladilar. Umumiy fikrim, bu yerga kelib katta yutuqqa erishganim, shu yerga kelganim o'zi, bu yerni bitirayotganim, hamma domlalarimga rahmat aytaman. Sarvinoz ustoz bizani o'qitib bitirgan, yaxshi domlalar.